Bugun ko'pchilikda uchraydigan muammolardan bittasini ko'rib chiqamiz. Ya'ni tadbirkorlar juda ham ko'p va ularning moliyachilari bor. Men borib odatda gaplashganda yoki ular kelib biza klublarda uchrashganda, gaplashganda ko'pchilikning muammosi shu moliyachi mana bunaqa qilmayapti, mana bunaqa qilib bera olmaydi, bilmayman, yaxshimi, yo'qmi, tortadimi, tortmaydimi. Ya'ni moliyachidan ko'pincha noliydi. Bilmaydi urovini qanaqaligini, lekin oylik to'layotgan bo'ladi. Endi u narsani qanaqa hal qilsa bo'ladi? Faqatgina bitta yo'li bor. Birinchi olayotganda tekshirib olish kerak. Yaxshi moliyachimi? Yaxshi bo'lmasa, o'sadigan moliyachimi? Ya'ni ajratib olish kerak. Lekin men tushunaman, tadbirkorlarda moliyaviy ilm yo'q. O'shaning uchun ular intervyu qilisha olmaydi. Endi agarda men tadbirkor bo'lib moliyachi bo'lmaganimda nima qilardim? Ya'ni bu maslahatlar. CVni tekshirib olish eng prostoy, oddiy yo'li. Ya'ni chet elda qanaqa tekshiradi, bizda ham o'zi shunaqa tekshiradi. O'zi ikkita narsa bor. Bittasi education, ya'ni o'qigan joyi va ishlagan joyi. O'qigan joydan siz diplom yoki sertifikatini qabul qilib olishingiz kerak, ya'ni ko'rishingiz kerak bor yo'qligini. Ikkinchi masala bu opti. Optda referens beriladi. Referens bu misol uchun men 5 ta ishxonada ishlagan bo'lsam, qaysidir ikkita ishxonami mani xo'jayinim, mani tepada, ya'ni pastda emas, na urovni emas, tepada mani xo'jayinim bo'lib line manager deydi. Ishlagan ishchilarni telefon nomeri, ism familiyasini berib va kompaniyaning otini yozib beraman. Чтобы siz ikkita odamga telefon qilib, ulardan ma'lumot olasiz. Mana bu odam sizlarda ishlagan ekan, biz shu naimga olmoqchi edik. Nima informatsiya berasiz? Yoki bir xilla qanaqa qiladi, chet elda ishxonadan ketishdan oldin o'sha qog'ozga yozdirib oladi. Aytadi, menga bitta referens kerak deydi. Tam xo'jayiniga boradi. Xo'jayin mana shu bir varoq qilib yozib beradi. Yaxshi, yomon. Endi to'g'ri, O'zbekistonda men ishlab ko'rmaganman, bilmayman kim qanaqa referens beradi. Lekin Angliyada ishlaganimizda hamma borini yozgan. 90% situatsiyalarda borini yozgan. Nimaga? Ertaga agarda berilgan referens noto'g'ri bo'lib chiqsa, ularga muammo bo'ladi ish oluvchi tarafidan. Ya'ni ishga oluvchi taraf ertaga sen mana bunaqa deding, lekin mana bunaqa bo'ldi degan narsa bo'lmasligi uchun. Hop, shu ikkita eng prostoy yo'li. O'shaning uchun CVni o'qish juda ham muhim. Ikkinchi yo'li bu siz intervyuda oldiga amaliy mashg'ulot bersangiz bo'ladi. Mayli aytaylik, biz moliyachi emasmiz, tushunmaymiz, lekin sizning og'rig'ingiz bor. Mana og'riq qanaqa deylik, foydani chiqara olmayapsiz. Sizda danni bor, dannilaringizni to'g'ri prozrachniy qilib bermaysiz. Qanaqadir informatsiyani olib, raqamlarni o'zgartirib, mana bunaqa danni. Qanaqa qilib shundan hisobot yasasa bo'ladi. Faqat bitta joyi bor, siz uni javobini oldindan bilishingiz kerak. Qanaqa ma'noda? Mana shu period, 1 oylik period, mana bunaqa dannilar bor, shuni qanaqa qilib yig'ib, chiroyli ko'rinishga keltirib, qanaqa PNL yasasa bo'ladi. Va shu period uchun siz qancha foyda topganingizni bilishingiz kerak. Va u bir necha xil variantda yasasa, siz tanlay olasiz. Mana yaxshiga, mana bunaqaga, mana bunaqaga. Ya'ni amaliy mashg'ulot berish kerak. Siz og'rig'ingizni aytib, "Davay, mana buni qilib ber" deyish kerak yoki Excelda yoki boshqa narsada. Bugungi bo'lgan intervyu, mana bugun bo'ldi shu intervyu. Men bergan savolim qanaqa edi desa, 1S'da ishlagan va SAP'da ishlagan yaxshi moliyachi. Men aytdimki, SAP bilan 1S'da qanaqa farqi bor? Farqi bor. Mana bunaqa ko'rinishda farqi bor. Tannarxi yig'ayotganda tannarxi ichiga faqatgina поставщикka narx kirmaydi. O'rtadagi yo'l kira, qanaqadir tarjimon yoki logistikni qanaqadir rasxodlar, tamojna o'rtada to'xtab qolar, buni kimga pul berasiz. Ana o'shalar ham tannarxga kiradi. Shu narsani men hisobotda ko'rishim uchun SAPda ko'rar ekan, shuni 1S'da qanaqa qiladi deb savolni beryapman. To'g'ri, 100% men xohlagan javobni bermayapti, lekin logikasi bor. Bizga muhim joyi logikasi bo'lishi. Mana shunaqa amaliy mashg'ulotlar berasiz va u narsani u sizga javob bersa, siz o'sha bilan o'lchaysiz. Torta oladimi, qila oladimi, yo'qmi? Va shu ikkining ichiga yana bittasi kiritib ketamiz. Bu narsa mana yangi narsalardan bittasi, ya'ni ChatGPT. Siz albatta intervyudan oldin ChatGPTdan so'rang. Men intervyuga ketyapman, men ish beruvchiman, moliyachi bilan gaplashaman. Moliyachini urovini qanaqa belgilaymiz? 3 yil ishlagan, 2 yil o'qigan, mana bunaqa narsalar o'qigan. Shunga qanaqa savollar bersam bo'ladi va o'zingizni kutubingizni yozsangiz, u sizga savollarni beradi. Qanaqa savol berish kerakligini. Uchinchisi, men odatda aytadigan aktivniy ishchilar yaxshi deb aytaman. Mana oddiy ishchi bor, aktivniy ishchi bor, lekin uchinchisi ham bor. Proaktivniy qanaqa o'zini majburiyatidan tashqari yana ishlar qiladi. Xo'p, uchinchi maslahatim qanaqa ishchini shu o'sadiganligini bilib olish yo'li. Siz unga mana bunaqa savol berasiz. Sani faoliyatingda, ya'ni optingda shunaqa holat bo'lganmi?
qanaqadir muammolar bo'lgan va u muammolarga sen o'zing yechim topgansan. Ya'ni korxona yechim topmagan yoki boshlig'ing yechim topmagan. Хотя бы boshliq yechim topgan bo'lsa ham, seni qanaqadir ulushing bo'lganmi? Siz birinchidan bilib olasiz, rostdan ham muammolarning ichiga kirib, shu narsani hal qilganmi yo'qmi va muammoni yetishiga qarab siz o'zingizning muammolaringizga solishtirasiz u muammolarni. Ko'pchilikda bir xil muammo bo'ladi va shundan foydalansangiz bo'ladi. Agar 3 tanesini aytib berdim, 3 tasiga har xil muammo keltirsa, odatda u ishchi tortadigan bo'ladi. Ko'pincha men bunaqa savollarni berganimda ishchilar qiynaladi javob berishga. Yana bitta faktorni aytib o'tib ketaveraman, mayli. Ishchilarga ham to'g'ri imkoniyat berish kerak. Misol uchun aytib ber desa, joyida xayoliy kelmasligi mumkin. Siz bitta narsa qilishingiz mumkin, unga imkoniyat berishingiz mumkin. Mana bunaqa savol beraman, shuni bir eslaysiz deb ozgina vaqt berishingizga to'g'ri kelishi mumkin. Har xil odamlar bor va u eslagandan keyin shu narsani sizga aytadi va siz o'zingiz muammolaringizni shu narsaga solishtirasiz va shundan kelib chiqib u ishchi sizga muammolaringizga yordam bera oladimi yo'qmi? Mana shu 3 ta maslahat, eng oddiy tekin maslahat. O'zingiz intervyuga ishchini moliyachini chaqirib, o'zingiz intervyu qilishingiz mumkin. Sizga yo HR yo mendagi konsultant kerak bo'lmaydi.